Ayni damda biz Termiz tumanidagi Yangi O'zbekiston massividamiz. Bu yerda Navro'z bayrami munosabati bilan katta sayl tashkil etilishi arafasida. Hozir esa bayramning dastlabki tayyorgarlik jarayonlari davom etmoqda. Bugungi Navro'z ayyomini Termiz davlat universiteti talabalari bilan birgalikda nishonlamoqdamiz. Keling, ularning birgalikda pavilyonlarini ko'rib chiqamiz. Nafaqat ko'rgazmalar, balki Navro'z bayramining ajralmas qismiga aylangan sumalak ham doshqozonda qaynab turibdi. Yangilanish, yosharish bayrami Navro'z kirib kelmoqda. Shu munosabat bilan barcha O'zbekiston xalqini, Surxondaryo xalqini kirib kelayotgan Navro'z ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Navro'zim hoş gelip sana hayara hey hey. Dumbaranı çetayek, bugün oynab külayek. Navro'z sayrida kızları, yurt başımga kızları. Katta rahmat aytayıq hey 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 hey.